Guanchal o'rganish, tadqiq qilish, kuzatish degan. Guanchal demak chda tepasida chiziqchasi bor. Guanchal demak guanchal ningyoq. Guanchal ningyoq demak o'rganish qobiliyati. Chayonil guanchalada degan atrof muhitni, tabiatni o'rganish. Guanchal o'rganish. Guangchang pastangi, changi pastangi. Guangchang maydon. Demak Shimin Guanchang demak Shimin shu shahar aholisi maydoni. Keyingisi Guanchang esa Mo'yim. Guangchang esa Mo'yim demak shu qaysidir maydonda yig'ilish. Guanchang maydon. Gyoyuk ta'lim demak Gyoyuk chedo degani tizim degani, ta'lim tizimi. Gyoyuk chedo. Keyingisi Pyongseng Gyoyuk. Pyongseng odatiy ta'lim. Pyongseng Gyoyuk. Keyingisi Gyoje darslik. Qo'llanma demak Suob Gyoje darslik qo'llanma demak. Darslik suob darslik qo'llanmasi. Keyingisi Gyojeril Chumbihada demak darslikni, qo'llanmani tayyorlamoq. Gyoje darslik. Keyingisi Gyotong Sudan demak Gyotong degani transport degani, Sudan vosita demak transport vositasi. Gyotong Sudan demak Techung Gyotong Sudan demak Techung ommaviy transport vositalari degan ma'noda beradi. Demak keyingisi Gyotong Sudanil Yonghada demak transport vositalaridan foydalanish, Yonghada foydalanmoq. Keyingisi Gyotong Pyon bu transport vositasi degani bu ham. Demak Gyotong demak T uchtalik chiziqchalikda. Gyotong Pyon transport vositasi. Demak Gyotong Pyon anne degani shu anne degani e'lon, ma'lumotlar degani. Demak transport vositalari haqida e'lon. Demak Gyotong Pyonlihada qulay degani. Demak transport vositasi qulay. Gyotong Pyonlihada. Keyin Gyohwan yoziladi. Demak Gyoh o'qilmay Gyohwan deb o'qilib ketaveradi. Demak Gyohwan almashtirish, do'stlashish. Demak Sangpum Gyohwan demak Sangpum degan mahsulotni alishtirish. Ko'payindan ko'pchilik qilib ko'rgan bo'lishi mumkin. Demak Sangpum Gyohwan mahsulotni alishtirish. Demak Ikyonil Gyohwanhada demak Ikyonil Gyohwanhada. Ikyon degani fikrni almashish. Ikyonil Gyohwanhada. Keyingisi Kuduse zikna degani. Kuduse zikna. Demak Kuduse hangdong degani harakat, holat. Demak Kuduse hangdong. Ziknalik holati. Demak Kudusero alyojida. Alyojida bildirmoq, ziqnaligini bildirmoq. Kuduse zikna. Kume xarid qilish, sotib olish. Demak internetlarda ko'p paytda kume deb chiqadi, sotib olish. Kume. Online kume mana. Online sotib olish internet orqali. Online kume. Sangpumil kumehada demak mahsulotni sotib olish. Kumong teshik. Masalan Pyoke kumong demak devorni teshigi. Pyoke kumong. Demak Kupyol farqlash. Bular hammasi topida aniq keladigan so'zlar. Kupyol farqlash. Kupyol farqlash. Demak sekkal degan ranglarni farqlash. Sekkal kupyol farqlash. Keyingisi Kusong turkumlash. Turkumlash.
demak tim kusong degani jamoani qismlari tarkibi desa bo'ladi. Tim kusong yoso degani yoso degani element demak turkumlash elementlari. Kusong quyib xarid qilish. Chepum quyib mahsulot sotib olish. Chepum quyib mahsulot sotib olish. Demak quyib piyong demak sotib olish xarajatlari. Piyong degan xarajatlar. Quyib piyong. Kujo struktura tuzilishi. Kujo tuzilish struktura. Kujo demak tuzilish struktura. Demak konmul kujo binoni tuzilishi strukturasi. Konmul kujo. Keyingisi kujechok degani aniq, batafsil. Demak aniq, batafsil. Kujechokro yagi hechuseyo. Demak kujechok aniq, konkret. Kujechok kehek. Demak aniq reja, plani. Kujechok kehek. Demak kujechok sare degani misol degani. Bu ham masalan deydi. Shunga o'xshab demak aniq misol keltiring, konkret deydi. Kujechok sare. Demak kukka davlat. Demak kukka chongchak degani davlat siyosati. Kukka chongchak davlat siyosati. Kukka tepiyo degani davlat vakili desa bo'laradi. Kukka tepiyo. Kungmul o'qiladi. Nimadan oldin kelsa kungmul sho'rva. Kukmul yoziladi. Mashindan kungmul. Demak mazali sho'rva. Kungmul, mashindan kungmul. Demak keyingisi kummulul krida. Demak sho'rvani qaynatmoq, pishirmoq. Demak ma'noni beradi. Keyingisi kungmin bu ham niya o'qiladi. Kungmin xalq, aholi. Teha kungmin deydi. Koreya xalqi deb. Kungmin ikyong. Demak xalq fikri. Kungmin kongkang. Xalq sog'lig'i. Kungmin kongkang. Keyingisi kugwe davlat tashqarisi. V degani o'zi tashqi degani. Kuk davlat. Demak kugwe davlat tashqarisi. Demak kugwe yoheng. Davlatdan tashqari nima deydi? Sayohat. Kugwe yoheng. Demak keyingisi kunde armiya. Demak kunde armiya. Demak armiya degan kunde degan demak. Kunde senhval. Demak kunde senhval degan armiya hayoti. Kunde ipte hada. Demak kunde ipte hada. Demak ip degan o'zi kirma bo'ladi. Shuni tushunsa bo'ladi. Kunde ipte hada degan armiyaga kirmoq, armiyaga bormoq. Kunkumching demak qiziqish, tashvishlanish. Kunkum hada degani qiziqmoq. Kunkum hada demak kunkumching qiziqish. Kunkumchim heso. Demak o'zi bu to'liq aytadigan bo'lsak, kunkumchimil heso hada bo'ladi. Demak tashvishlarni hal qilmoq, bartaraf qilmoq degan hisob bo'ladi. Kunkumchim. Demak keyingisi kunkumchimil kajida. Kajida degani shunga ega bo'lmoq. Demak qiziqishga ega bo'lmoq. Kajida. Kunkumchimil kajida. Kiguk vatanga qaytish. Kiguk hada bo'lib, fe'l bo'lib ma'nosida ham keladi. Fe'l ma'nosida aytadigan bo'lsak, kiguk hada. Ot ma'nosida kiguk vatanga qaytish. Kiguk vatanga qaytish. Demak kiguk chumbi vatanga qaytish. Keyingisi kiguk hada. Mana vatanga qaytmoq degan fe'l. Kiguk hada. Kyujikchok. Demak
kichik demak j tepasida chiziqchasi bor. Kujikchoq. Kujikchoq demak qoida. Kujikchoq. Kujik o'zi qoida. Kujikchoq qoidali. Kujikchog'ro. 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 Demak kujikchoq undong. Endi bu yerda qoidali emas, tartibli degan ma'noda ham keladi. Demak kujikchoq undong. Tartibli sport. Kujikchoq senhol. Qoidali hayot bo'lmaydi, tartibli hayot. Kujikchoq senhol. Kujikchoq senhol. Kujikchoq senhol. Kanal soya. Kanal soya. Kanal soya. Soya degani kanal. Soya kanal. Namu kanal. Demak daraxtni soyasi. Namu kanal. Kanal are. Soya pastki qismi degani. Demak kanal are. Keyingisi Qinroja yoziladi. Qilloja. Qilloja ishchi, mehnatkash. Masalan, qilloja. Qilloja ishchi, mehnatkash. Ishchi degani qilloja. Qilloja kekso deydi-yu. Ishchi shartnomasi. Demak, qilloja. Demak, misol uchun qilloja pokchi. Qilloja pokchi. Qilloja pokchi degani mehnat ishchini faoliyatidagi qandaydir nima deydi? Faoliyat degani-da, bu ham hozir aniq esim kelmadi. Xo'p, demak qillojaril poxoxada keyingisi o'tib ketamiz. Qillojaril poxoxada ishchi mehnatkash. Poxoxada, poxo himoya degani. Demak qillojaril poxoxada ishchi mehnatkash. Demak ishchini himoya qilish. Ishchini himoya qilish. Xo'p, qillojaril poxoxada. Qinmu ish. Qinmu o'zi ish bo'lib kelyapti ot ma'nosida, lekin fe'l ma'nosida qinmuhada bo'ladi. Qinmu ish, rasmiy ishlarda ishlash qinmuhada. Qinmu. Qinmushigan ish vaqti. Qinmushigan. Qinmushigan hindipon poji masayo. Demak telefon ish vaqti telefon ko'rma degani. Qinmurul shijakada ishni boshladik. Qinmurul shijakada. Ish degani qinmu. Demak qinyuk. Qinyuk mushak, muskul degan qinyuk. Qinyuk esa yangida deydi-yu. Mushaklar paydo bo'ldi. Muskul, mushak degani qinyuk. Demak qinyuk kanha. Demak qinyuk kanha degani muskullari kuchli. Keyingisi qinyuk undong. Qinyuk undong degani muskullarga oid sport. Qilsini. Qilsini yozuvchi. Yozuvchi degani nima degani? Qilsini degan. Endi ko'proq chakka bu ham keladi, yozuvchi. Chakkannim deydi kinolarda, dramalarda shunga o'xshab. Demak, qilsini ham yozuvchi. Qilsini. Qilsini soge yozuvchini tanishtirish. Qilsini ikyong. Ikyong mana yana kelyapti. Yozuvchini fikri. Ikyong fikr degani. Qilsini. Hop, keyingisi qilshi. Qilshi husnixat. Qilshi. Demak, qilshi husnixat. Husnixat nima degan ekan? Qilshi. Husnixat. Qilshi. Qilshi yonsib. Demak, nima degan? Qilshi yonsib. Yonsib degani practice, takrorlash. Demak, husnixat yozishni o'rganish, qaytarish. Qilshiga yeppida. Qilshiga yeppida. Yeppida nima degani? Chiroyli. Demak, husnixat chiroyli. Qilshiga yeppida. Tedane. Demak, qilja. Harf. Harf nima degani? Qilja. Harf. Qilja. Qilja. Harf. Demak, qilja ibrok. Qilja ibrok. Qilja ibrok. Nima degan? Qilja ibrok. Nima harflarni kiritmoq. Demak, qiljaril ilta. Qiljaril ilta. Ilta o'qimoq. Qilja. Demak, harf. Illal tushum kelishiga ni. Demak, harfni o'qimoq. Harf qilja. Keyingisi ko'mak. Ko'mak summa. Summa. Demak, summa nima ekan? Ko'mak. Summa ko'mak. Summa ko'mak. Demak, ko'magil chiburada. Ko'magil chibulhada. Demak, ko'mak degani summa dedik. Summani chibulhada to'lamoq. Chibulhada to'lamoq bo'ladi. To'lamoqqa yana neda sinonim bo'ladi. Ko'magil chiburada neda. Keyingisi qinchongchoq. Qinchongchoq ijobiy juda ko'p ishlatiladi. Qinchongchoq. Qinchongchoq. Qinchongchoq ijobiy. Ve qinchongchoq tedo. Tedo degani munosabat. Qinchongchoq munosabat, ijobiy munosabat. Qinchongchoq kelguva.
demak ijobiy natija. Qinchonchoq kelguva ijobiy natija. Qinchonchoq. Xo'p, teda ham juda ko'p keladi. Kige stanok. Stanok nimada? Kige stanok. Hayotda ham topida ham ishlatiladigan ko'p so'z. Stanok, kige. Demak, ki ochig'i demak. Kige chaqtong. Stanokni boshqarish. Kige chaqtong. Demak, kigeril choripada. Chorip degani yig'ish, stanokni yig'imoq. Kigeril choripada. Kinyom il yubiley kuni. Yubiley kuni. Kolxon kinyom il yubiley kuni. Kolxon yubiley. Demak, kolxon kinyom il. Demak, to'y kuni desa ham bo'laveradi. To'y qilingan kun. Kolxon degan to'y degan. Kinyom il chuk ha hada. Demak, nishonlamoq. Demak, yubiley nishonlamoq. Chukka hada bu, shu chuga hada deb o'qisak bo'laveradi. Kinyom il chuga hada. Mana h ikkita o'qilib ketadi. Demak, kinyom il chukka hada. Keyingisi kide umid. Umid qilmoq, kutmoq, kide hukwa. Kutish natijasi, effekti desak bo'ladi. Kide hukwa. Demak, kideril kajida degani umid qilyapti, kutyapti. Kajida degani ega bo'lmoq. Fe'llar bilan kelsa, shu narsaga ega bo'lma ma'nosida ko'p keladi. Demak, kideril kajida. Demak, umid qilyapti, kutyapti degani. Kido, ibodat qilish. Demak, Koreyada ko'p ishlatiladi. Kido haseyo, ibodat qilasanmi, karslar qiziqadi. Demak, kido. Kido shigan, ibodat vaqti. Kido shigan. Harwe tasotbon kido shigan isayo. Demak, 5 ibodat vaqti bor. Kidoril trida bermoq. Demak, ibodat qilmoq degan ma'noda beraveradi bu ham. Kidoril trida. Kidung ustun. Konmul kidong, masalan, konmul bino ustuni. Demak, kidungul sevda qo'ymoq, o'rnatmoq degan ma'noda. Demak, ustunni o'rnatmoq. Kidungul sevda. Keyingi kirok, qayt. Kirok endi qayt desa qanaqa tushuniladi? Kirok degani masalan yozib olish degan ma'noni beradi. Juda ko'p ishlatiladi. Ovoz yozib olish, shunaqa narsalarda kirok. Mana kirok chaksong deyapti. Kirok chaksong degani yozib olish, shu yozib olingan narsani chaksong qilish, yozish deb ham. Kirogil namkida. Kirok shu yozib olish qaydni qoldirmoq. Kirogil namkida qoldirmoq. Namda o'zi qolmoq, kida qoldirmoq. Qoldirmoq. Kibon asos. Kibon küçük. Asosiy qoidalar degani. Kibon küçük, asosiy qoida. Kibon küçük. Kibon cheshik degani ham asosiy bilim. Cheshik bilim degani. Demak, shuna desa bo'ladi. Kibon cheshik. Kibu ehson qilish. Kibu hada, ularni hozirgi aytganlar hammasi hada bilan ishlatilib, fe'l ma'nosida ham keladi. Demak, kibu deb yodlasak, hada bilan kelib qolsa ham shuni ketaveramiz. Demak, ehson qilish. Kibu ehson qilish. Kibu xaltong, demak, ehson qilish faoliyati. Kibu xaltong. Demak, kibu kimil chongdal hada. O'zi mana kibu ehson bo'ldimi, kim qo'shildimi, ko'p narsaga bu pulni bildiradi. Demak, kibu kimil shu ehson pulini chongdal hada yetkazmoq, topshirmoq. Demak, kibu kimil chongdal hada. Kibun kayfiyat.
Kibun cho'tta, kayfiyat yaxshi, kibun cho'tta. Kibun cho'tta, kibun cho'tta, kibun chonxuan, kibun chonxuan, kibun chonxuan, chonxuak haqida chal mulla. Chonxuan esim kelmadi. Hop. Keyingisi kippim xursandchilik, kippim xursandchilik, kippim xursandchilik. Kippida deb ham sifat bo'lib keladi. Kippida xursand. Demak, kippimi sungan degani vaziyat, holat, bir moment desa bo'laveradi. Demak, kippimi sungan degani shu. Demak, xursandchilik lahzasi, momenti, shuna desa bo'ladi. Demak, kippimil nanuda degani bo'lishmoq, bermoq, ulashmoq. Demak, kippimil xursandchilik ulashmoq. Kippimil nanuda. Kisul texnologiya. Nima kisul kebal. Bular sigida ham ko'p ishlatiladi. Kisul kebal texnologiya rivojlanish, kebal haqida rivojlanmoq. Kisul kebal. Kisulul pevda. Demak, texnologiyani o'rganmoq. Kisulul pevda. Kiyok xotira. Demak, xotira demak kiyok. Kiyokil sangshil. Kiyok sangshil. Sangshil. Kiyok sangshil. Eslamadim. Demak, kiyokil to'g'rida. Demak, to'g'rida degani o'zi eslamoq degan ma'no. Demak, xotirani nimanidir eslamoq, xotirani qayta eslamoq. To'g'rida. Yo'q, o'rida eslamoq, o'rlida eslatmoq. Demak, xotirani eslatmoq degan ma'no. Kiyokil to'g'rida. Hop, keyingisi kiyok. Demak, eslash qobiliyati. O'zi riyok kelsa ko'p narsada shu qobiliyat qo'shimcha hisoblanadi. Ko'p masalan otlarga riyok qo'shilib kelsa, shu qobiliyat, eslash qobiliyati. Kiyok. Kiyok. Eslash qobiliyati. Demak, kiyok. Hyangsang degani sangi. Demak, kiyok hyangsang shikida degani o'zi yaxshilamoq. Demak, qobiliyatni, eslash qobiliyatini yaxshilamoq degan ma'noda. Demak, kiyok hyangsang eslash qobiliyatini yaxshilamoq. Kiyokil test hada eslash qobiliyatini tekshirmoq. Test inglizchaga olingan bo'ladi. Kiyokil test hada. Kiyop korxona. Kongjang zavod, Kiyop korxona, umumiy bitta korxona. Kiyop. Biz zavod masalan Kiyop. Konu korxonasi. Tekiyop. Te degani o'zi katta degan ma'noni bera oladi. Doimo. Demak, Tekiyop katta korxona. Kiyobil union hada. Demak, union hada degani boshqarmoq, korxonani boshqarmoq. Kiyobil union hada. Union hada ham juda ko'p ishlatiladi. Topic, drama, news. Union hada. Kiyun, kuch, hol, kiyun, kuch, kiyun, kuch. Demak, kiyun hebok. Kiyun hebok. Zo'r so'zlar. Kiyun hebok degani kuchni, hebok degani qayta tiklamoq degani, kuchni qayta yig'moq degan ma'no. Kiyun hebok. Kiyuni cho'tta, kuch ko'p ekan. Endi kiyuni cho'tta. Keyingisi kijun standart. Demak, Pyeongkyun kijun. Pyeongkyun degani o'rtacha, taxminan degan ma'nolari bor edi.
Pyonkun kijong demak aniq ma'nosini eslolmadim, o'zingizlar topib olasizlar. Demak, kijunul manjok hada degani, kijunul manjok hada degani shu standart razmerdan manjok hada degan qoniqmoq. Demak, yoqmoq, rozi bo'lmoq, qoniqarli bo'lmoq. Kijonul manjok hada, kijonul manjok hada. Keyingisi kijo asos baza, kijo asos baza, kijo asos baza. Asos baza nima degan? Kijo, kijo. Kijo haksib, kijo haksib. Kijo haksib. Haksib degani shu o'rganish, asosiy o'rganish desa bo'ladi. Kijo haksib, kijo haksib. Hop, keyingisi kiho belgi, kiho belgi. Kiho sontek, kiho sontek. Demak, belgi tanlamoq. Kiho sontek, belgi tanlamoq. Kihorul pyoshi hada, belgi. Kihorul pyoshi hada degani demak, belgini belgilamoq. Pyoshi hada belgilamoq. Keyingisi kihon turmushli, kihon turmushli. Endi kihon degani shu kyolxon deydi, turmush qurmoqni. Kihon degani turmush qurgan degan ma'no beradi. Kihon. Kihon, kihon yoson, kihon namson. Demak, tushundinglar. Kihon turmush qurgan ayol, kihon namson turmush qurgan erkak. Kihe fursat, kihe fursat. Kihe fursat, kihe fursat. Chiyop kihe degani chiyop ishga kirish imkoniyati, fursati. Chiyop, chiyop degani op degani o'zi ish degan ma'no beradi. Demak, chiyop kihe ishga kirish imkoniyati. Kiheril chapta, kiheril chapta. Imkoniyatga ega bo'lmoq, imkoniyatni ushlamoq. Kiheril chapta, kiheril chapta. Kihu iqlim, kihu iqlim, kihu iqlim. Kihu iqlim, kihu iqlim. Demak, kihu piyonhva, piyonhva degani piyonhva iqlim o'zgarishi, piyonhva o'zgarish. Kihu piyonhva iqlim o'zgarishi. Onnan han kihu, onnan han kihu. Onnan han kihu. Demak, qanaqadir iqlim. Demak, onnan han, onnan murgetta eslolmadim. Demak, keyingisi kinjangam. Kinjanada degani o'zi hayajonlanmoq, o'zini g'alati his qilmoq degan ma'no beradi. Demak, kinjangam. Endi gam degan o'zi hissiyotlar bilan demak, hayajon hissi. Kinjangam. Demak, kinjangamil nikkida. Shu hayajon hissini his qilmoq, hayajonlanmoq desa bo'laveradi demak. Kinjangamil nikkida, nikkida his qilmoq. Kinjangamil nikkida. Kilga, yo'l cheti, kilga. Bu ham topida eslayman. Yo'l chetidagi chiroqlar deb keladi. Kilga degan yo'l cheti, kilga yo'l cheti. Mana kilga chuja, kilga chuja. Yo'l cheti. Yo'l chetiga mashina qo'yish mumkin emas bo'lsa, kilga chuja kimchi bo'ladi. Kilga chuja kimchi. Demak, kilgaril katta, yo'l chetida yurmoq. Kilgaril katta, kilgaril katta. Hop, keyingisi kiri huzurlik, kiri huzurlik. Kiri chalbayo deydi-yu. Kalta ekan, huzurlik kalta ekan. Kiri huzurlik. Demak, kiri chiqchong, kiri chiqchong, huzurlikni taxmin qilmoq. Kiri chiqchong. Kiriril cheda, cheda o'lchamoq. Demak, uzunligini o'lchamoq, uzunligini o'lcha deydi-yu. Kiriril chesayo, kiriril cheda. Cheda, kiriril cheda. Kimjang, kimjang. Kimchi tuzlash. Kimjang, kimjang. Kimjang, kimchi tuzlash. Kimjang chumbi. Demak, tuzlashga tayyorgarlik. Kimjang chumbi. Kimjangil tamgida. Demak, kimjangil tamgida degani kimchini tuzlab tamgida berkitmoq degani, ustini yopib berkitmoq degani. Kimjangil tamgida. Kipi chuqurlik, kipi chuqurlik, kipta deydi. Chuqur, kipayo, kipta, chuqurlik, kipi, kipi chuqurlik, kipi chuqurlik.
kipi ihe chuqurlikni tushunish, chuqur tushunish degan ma'noni ham beradi. Chuqur anglab yetmoq. Kipi ihe desa ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi kopchil, kopchil po'stloq, po'choq, kopchil ikkita k bilan, kopchil, kopchil ikkita k bilan, kopchil, kopchil. Demak, kopchilil potkida, kopchilil potkida. Demak, pastda s lekin t o'qiladi. Kopchilil potkida. Po'stloqni archmoq, potkida yechmoq deydi, shunaqa. Archmoq desiz, o'zbekchasiga bo'laveradi. Kori dum, kori dum, kori dum. Dum degan nima ekan? Kori, kori. Koriril chapda, koriril chapda. Dumini ushlamoq. Demak, koriga kilda, koriga kilda. Demak, uzun. Koriga kilda uzun bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Demak, sifat bilan kelgani uchun ga qo'shilyapti, iga qo'shiladi-yu. Nadiri, nadiri. O'ynagani chiqish, nadiri, o'ynagani chiqish, nadiri, o'ynagani chiqish, nadiri, o'ynagani chiqish. Chumal nadiri, dam olishda, dam olish kunlarida o'ynagani chiqish. Chumal nadiri. Xo'p, namoji, qolgani, qoldig'i. Eng ko'p ishlatilgan namoji ottaka he deb qolgan nima qilamiz? Namoji najungi he, keyinroq qil namoji. Namoji, namoji. Namoji shigan, namoji shigan. Demak, qolgan vaqt. Namoji shigan, qolgan vaqt. Xo'p, namul, namul ko'kat, namul ko'kat, namul ko'kat, namul yori. Ko'kat pishirmoq. Namul yori. Ko'kat pishirmoq. Hop. Nanpang issiqxona. Nanpang issiqxona. Nanpang issiqxona. Nanpang issiqxona. Nanpang shisol issiqxona. Nanpang shisol issiqxona. Shisol degani shu shisol degani qurilmalari degani ham ma'noda issiqxona qurilmalari degan ma'noni ham beradi. Nanpang shisol. Nanpangil kyoda. Demak, nanpang degan issiqxona degani ham beradi. Nanpang degani poldista degan tizim deydi. Shuni ham nanpang desa bo'laveradi-da. Shu nanpangil kyoda degani shu anaqani yoq, tukli poldi yoq degan ma'noni beradi. Nanpangil kyoda. Namnyo noso, erkak va ayollar. Namnyo noso, namnyo noso. Namnyo noso chamyo. Demak, ch tepasida sig'i bor. Namnyo noso chamyo. Demak, ayol va erkaklarni ishtirok etishi. Namnyo noso chilgida. Namnyo noso chilgida. Erkak va ayollarni zavqlanishi. Xo'p, keyingisi negi garra. Negi garra. Negi, negi garra. Negi game. Negi garra. Garraga, garra o'yini. Negiye chamyohada. Garraga qatnashmoq. Negi, negiye chamyohada. Neyongmul, mazmun, ma'no. Neyongmul, mazmun. O'z neyong degani ma'no, mazmun degani. Neyong, ma'no, mazmun. Neyongmul, ma'no, mazmun. Neyongmul xvagin. Ma'no, mazmunini tekshirish. Neyongmul xvagin. Xo'p. Ningpangpyong, ningpangpyong. Shabadalanish. Ningpangpyong. Ningpangpyong, shabadalanish. Ningpangpyong, shabadalanish. Ningpangpyong, shabadalanish. Ningpangpyol yebang. Yebang oldini olish, shabadalanishni oldini olish. Nepangpyong yebang. Demak, shabadalanishni oldini olish. Nodong, nodong, nodong. Mehnat, ish. Nodongbu deydi-yu. Ish et-o'qizdagi hammalar nodongbu deydi. Shu nodongbu mehnat faoliyatini boshqarmasi deydi. Nodongbu. Nodong demak mehnat. Nodong shigan mehnat vaqti, ish vaqti. Nodong shigan, nodong shigan. Nodongil chegong hada. Chegong hada degani ta'minlamoq. Demak, ish bilan ta'minlamoq. Nodongil chegong hada. Nodongil chegong hada. Noryok harakat, noryok harakat.
no'ryoqada harakat qilmoq, no'ryoqada harakat qilmoq. Noson yo'nalish, liniya, noson yo'nalish, liniya, noson. Demek noson Pyeongchang. Demek yo'nalishni o'zgarishi, noson Pyeongchang, noson Pyeongchang. Nosonni 선택하다 yo'nalishni tanlamoq, nosonni 선택하다, nosonni son degani o'zi shu liniya bilan ko'proq birga ishlatiladi. Noson. Noyakcha, keksa yo'lovchi. Cha bu ham shu insonlarga qo'shiladigan qo'shimcha. Demak, noyakcha, keksa yo'lovchi. Noyakcha, noyakcha poxo. Demak, noyakcha poxo, keksalar himoyasi. Noyakcha poxo, poxo himoya. Hop. Nogum, nogum ovoz yozish, nogum ovoz yozish. Nogum ovoz yozish, nogum ovoz yozish. Nogum changchi degani, demak, nogum changchi degan ovoz yozishni to'xtatish, nogum changchi ovozni to'xtatish, nogum changchi ovozni to'xtatish. Nogumil shijakkada ovoz yozishni boshlash, nogumil shijakkada. Shu Koreya qanaqadir tashkilotlarga boshqa narsalarga telefon qilsanglar, nogum telsu issini deb aytadi. Ovozlar yozib olinadi deydi. Nogum hada. Keyingisi nongdam, nongdam hazillashmoq, nongdam hada, nongdam hada, nongdam hada, nongdam hada. Hazillashish, nongdam, nongdamil chugopatta degan, bir bilan hazillashmoq, hazillashmoq. Nongdamil chugopatta. Nongsa dehqonchilik, nongsa dehqonchilik, nongsa. Nongsail dehqonchilik ishlari, nongsaril chitta dehqonchilik qilmoq, chitta degan shu ekmoq, qurmoq. Demak, dehqonchilik bilan shug'ullanmoq. Nongsaril chitta, nongsaril chitta. Nongjakmul qishloq xo'jaligi, nongjakmul qishloq xo'jaligi, nongjakmul qishloq xo'jaligi, nongjakmul qishloq xo'jaligi. Hop. Nongjon qishloq, nongjon qishloq, nongjong qishloq, nongjong senhval, senhval hayot, qishloq hayoti. Nongjong senhval, nongjong senhval qishloq hayoti. Nongjong chiok, nongjong chiok. Demak, chiok hudud degani. Demak, nongjong chiok hudud. Nongjong chiok hudud. Nopi balandlik, nopi balandlik, nopi balandlik. Nopi balandlik. Demak, nopiril cho'jorada, nopiril cho'jorada. Demak, cho'jorada degani boshqarmoq degan ma'noda ishlatiladi. Demak, balandlikni boshqarmoq, nazorat qilmoq, nopiril cho'jorada. Nunchi sezgi, ziyraklik, nunchi sezgi, ziyraklik, sezgi, ziyraklik. Nunchi, nunchi. Nunchiga parda, ziyrakligi tez, sezgiri tez, nunchiga parda. Ningdongchok, faol, aktiv, ningdongchok, faol, aktiv, xarakterga nisbatan. Ningdongchok, faol, aktiv, ningdongchok, faol, aktiv. Demak, ningdongchogro hangdong hada, ningdongchogro hangdong hada degan. Demak, aktiv, faol, hangdongni harakat qilmoq. Demak, ningdongchok chamiyo degani qatnashish, ishtirok etish demak. Faol qatnashish, ningdongchok chamiyo. Ningryok, 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 ningryok qobiliyat, ningryok qobiliyat. Hop, ningryokgi 향상, 향상 boya ham aytdik, 향상 yaxshilamoq, qobiliyatini yaxshilamoq. Ningryokgi 향상. Ta'su, son jihatdan ko'p, ta'su, son jihatdan ko'p. Demak, ta'su degani shu ko'p deb qo'ysa ham bo'laveradi. Ta'su, ko'p, son jihatdan ko'p, ta'su. Ta'su ikyong, ko'pchilikning fikri, ta'su ikyong, ko'pchilikning fikri. Ta'suga 선택하다, ko'pchilik tanladi, ta'suga 선택하다. Demak, ta'su ikyong, ko'pchilikning fikri.
Xo'p, tangi bosqich, masalan, kipda aytadi-yu, 4-bosqich, 3-bosqich. Tangi bosqich, tangi bosqich. Tankigan uzoq vaqt. Bu ham ko'p ishlatiladi. Tankigan uzoq vaqt. Chankigan qisqa vaqt. Tankigan uzoq vaqt. Tankigan ne degan ichida. Tankigan ne uzoq vaqt ichida. Tankigane vangliohada, valliohada. Tankigane valliohada, uzoq vaqtda tugatmoq. Tankigan valliohada. Gyotong tansu degan tekshirish. Tansok ham tekshirish. Transport tekshirish. Tansok tekshirish. Ko'cha to'piydi. Qaysidir ilgisida chiqqan tansok tekshirish. Tanvi o'lchov. Demak, tanviril kesanada. O'lchovni o'lchamoq, hisoblamoq, deb umumiy bitta gapda o'lchamoq desa bo'ladi. Tanviril kesanada. Aniqlamoq, o'lchovni aniqlamoq desa ham bo'ladi. Tanviril kesanada. Tanje oddiy badan. Guruh tanje oddiy badan. Guruh tanje mo'yim demak guruh yig'ilishi. Tanje mo'yim. Tanje xvaltong guruh faoliyati. Tanje tangjang darhol. Tangjang hasayo darhol qiling deydi. Tangjang darhol tangjang. Tangjang shijak. Sirazi boshlash o'zbekchada deb qo'ysa bo'lardi. Tangjang shijak. Xo'p, so'ksokda demak ikkinchi qismini tugatdik. 91dan 180gacha. Xo'p, bularda Quizlet varianti ham bor. Quizlet degani so'zlarni oson yodlash usuli o'rgatadigan bitta programma. Shu programmada bularni ham shu o'yinlar orqali yodlab turib, yana buni YouTubedan eshitsa yana ham esda qoladi va yana shu ishlarni qilgandan keyin Quizletda bir mashg'ulot qilib yodlagandan keyin, undan keyin YouTubeda eshitgandan keyin, undan keyin agar buni eshitib yozib ketilsa, agar juda ham mustahkamlanadi, esdan chiqmaydigan bo'lib yodlanadi. Xo'p, bularni davom ettiramiz. Albatta, bir marta emas, bir necha marta eshitib, bo'sh bo'lganda eshitib yodlab olamiz va obuna bo'lib, layklab bosib tashlaymiz. Bizdan bo'lsa sizlar uchun harakatlar qilamiz.